ko'p savol-javoblar tushib qoladi-da, injektor qilsam nimaga foydasi bor? Bu karburatorlik 15 ming yurgan, bunisi injektorlik. Ertalab sovuq holatda qanaqa zavat bo'lishini ichiga chiqmasdan qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Karburator holatda ertalab chiqqanda bitta zavat bo'ladi mana mashinam deydi ko'pchilik. Qani, bismillah. Bitta. To'rtta. Beshinchisi o'tadi. Endi injektor zavat qilamiz. 483. Videoni keyin tezlashtirib yuborlar. Bismillah. Ichiga chiqilmayapti. Bismillah. Injektorda mana shunaqa holatlarda foydasi ko'proq keladi. Karburator ham zo'r uzun yo'liga, injektor ancha aqlliroq bo'ladi. Даже ichiga chiqmasdan turib o'tatilaveradi. Maxsus uzun zavodga tablosiga yurg'izib berildi. Injektor tomonidan xizmatlar bo'lsa o'zimizga ilovaga chiqib qolasizlar. Bartaraf qilamiz.